Munavvar Pardayev zamonaviy o'zbek jurnalistikasi va adabiyotining fidoyi namoyandasi, O'zbekiston Yozuvchilari va jurnalistlari ijodiy uyushmalari a'zosi, jurnalist, yozuvchi va shoir Munavvar Pardayev bugungi kunda ham faol ijod qilib, o'zbek matbuoti va adabiyotida munosib o'rin egallagan. U ko'p yillik tajribasi va sermazmun asarlari bilan Sirdaryo viloyatida ham, respublika miqyosida ham katta hurmat qozongan. Munavvar Pardayev 1951-yil 13-yanvarda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanidagi Cho'lto'qoy qishlog'ida tug'ilgan. 1973-yilda Sirdaryo davlat pedagogika institutida, hozirgi Guliston davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakulteti muvaffaqiyatli tamomlagan. Talabalik yillaridayoq adabiyot va jurnalistikaga bo'lgan qiziqishi uning kelajakdagi kasbiy yo'lini belgilab berdi. Munavvar Pardayevning jurnalistik faoliyati 1992-yilda tashkil etilgan Ziyo nashriyotining birinchi direktori bo'lib ishlagan va 15 yil davomida ushbu nashriyotga rahbarlik qilgan. Bu davrda ko'plab ilmiy, badiiy va publitsistik kitoblar nashr etilib, hududiy adabiy muhit rivojiga katta hissa qo'shilgan. Jurnalist Munavvar Pardayev 2017-yil 1-fevraldan buyon Guliston davlat universitetining Universitet ovozi gazetasi bosh muharriri sifatida faoliyat olib bormoqda. Gazeta talaba yoshlarni ilm-fan, ma'naviyat va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim mafkuraviy minbar bo'lib xizmat qilmoqda. 2024-yilda gazetaning 25 yillik yubileyi keng nishonlanib, nashr jamoasi va bosh muharrir mehnati yuksak e'tirof etildi. Yozuvchi Munavvar Pardayev adabiyot sohasida ham samarali ijod qilib kelmoqda. U badiiy publitsistik va she'riy asarlar muallifi bo'lib, uning Sirdaryo matbuoti fidoyilari, Toza bahor, Qadr va qadriyat, Nurli manzillar, Halovat manzili, Yangilanayotgan Sirdaryo, Sirdaryo tajriba maktabi nomli kitoblari kitobxonlar e'tirofiga sazovor bo'lgan. Munavvar Pardayevning uzoq yillik samarali mehnati, birinchi darajali mehnat faxriysi unvoni, O'zbekiston mustaqilligining 20 va 30 yilligi, O'zbekiston konstitutsiyasining 30 yilligi ko'krak nishonlari bilan munosib taqdirlangan. Shuningdek, u Sirdaryo zarqalami tanlovi g'olibi hisoblanadi. Munavvar Pardayev bugungi kunda ham faol ijod qilib kelayotgan tajribali va qalami bilan yosh jurnalist va adiblar uchun ibrat maktabi bo'lib kelayotgan ijodkordir. Uning hayoti, mehnatga sadoqat, ijodi esa haqiqat va ma'rifatga xizmat namunasi.